Yana bir zakazimiz tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa, yana sizlarga hozir birinchidan ko'rsatib o'tamiz bularni. Buni zakonniy deb, doni do'llari bilan hammasini chotga deb chiqardik. Videomiz boshlanishidan avans bilan birdan like bilan bosib qo'ysangsizlar, sizlarga to'liq informatsiyalarni berib o'tamiz va keyingi videolarimizda shu shijoat bo'ladi bizlarga. Qanday chiqqanligi haqida kommentariylarda yozib qo'ysangiz, sizlardan bag'oyat xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. 4 yil setkovuz sizlarga yangiliklarni chiqarishda davom etadi. Yana bir zakazimiz tayyor bo'ldi. Bu ham shu ayni shaklda 120 ga 120 ga 3 metrlik. Buni zakaz tikimizning narsa bo'yicha shu qo'noqlari va shu отдельный eshigi, katta eshigi va donidon yeri. Do'stlar, yana ko'rishlaringiz mumkin. Ishidan bemalol kallasini chiqarib yeyishi mumkin. Donni buni qirqib olamiz berini. Xo'p, do'stlar, bundan yana bir xudo xolasa yana birini pakaz uchun ham ishlaymiz. Hozircha bu zakaz. Buni 1 million ishlab berdik do'stlar. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Qalin rekadan, 3lik reka, 3/5 rekadan. Yana polni hech qanday mahsulot ayolmadi. Hamma yerida burchak 45 qo'shimchalari hammasida bor. Qo'noqlari ko'rishlaringiz mumkin. 60 metr reka ketdi, shuna desam kim ishonadi ekan shuna? Kommentariyada yozib qo'ying agar yolg'on so'zladi bu bola desangizlar. 60 metr reka ketdi shuna do'stlar. Orqa tarafdan ham ko'rinishi. Do'stlar, buni yana bir narsani tushuntirib o'tayin. Bu 1.35 ming so'mlik setka bu. Bu rezinoviyning qalinlisi bu. Agar yo'q, menga budjetniroq variant chiqishi kerak degan bo'lsangizlar, uyda bizda suruvlari ko'p. Bu zakazchikni kelib chiqishidan holatda bo'ladi bu narsalar. Masalan, yana 1.15 ming so'mlikdan ham bor. Yozilgan turibdi, 1.15 ming so'mlikdan. Endi qarang, agar buni shu setkadan yuqoroq rekadan ishlaydigan bo'ladigan bo'lsak, agar do'stlar 300 ming so'm garantiya aytadi. 300 ming so'm garantiya aytadi. Shuning uchun biz yana zakazchikni kelib chiqqan holatida chiroylisidan, qalinidan, yaxshisidan qo'yib berdik do'stlar. Buni o'zlaringiz agar detal hisoblayman desangizlar, polni hisoblab chiqasizlar. 150 ming so'm polakka ustidan qo'yilgan buni. Aytishni shart emas, yashirish shart emas. 850 ming so'mlik za material, 150 ming so'm za ustanovka 2 kun mehnat etilgan shu narsaning ustida. Birsini pakazda ishlab qo'yamiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat etaverasizlar. Bizning manzilamiz 4 kil tuman, televizorning ro'parasida do'stlar. Ekranda telefon nomerlarimiz qoldiriladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omonlikda do'stlar.